Namangan viloyati Chust tumanida ham erkak o'z ayolining qotiliga aylandi. Oilaviy kelishmovchiliklar sabab erkak o'z turmush o'rtog'ining hayotiga zomin bo'ldi. Voqea Chust tumanidagi Yettiqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Axcha qishlog'ida joriy yilning 7-oktyabr kuni sodir bo'lgan. May oyidan rais bo'lib mahallaga saylangan bo'lsam, mahallada notijoyli ro'yxatda turgan bular bizda. Bu oilaga 1-2 emas, 5-6 marotabalab borib, oxirgi marta ham bir hafta bo'lmasdan 3 kun oldin ham borib bularni holidan xabar yarashtirishga harakat qilingan. Bular faqat Toshkentda yashaganligi uchun bega kelish imkoni tug'ilgan zahoti bularni borib turib mojarosini hal qilishdi. Profilaktik ishlar borganmiz. Marhuma yaqinlarining ta'kidlashicha, ayolning eri Angren shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullangan. O'zi esa Chirchiq shahridagi poliklinikalardan birida hamshiralik qilgan. Mojaroga turmush o'rtog'i boshqa bir ayolni yashirincha shar'iy nikohlab olgani sabab bo'lgan. Tegishli idoralar oilani yarashtirish va marhumani kelinlik uyiga kiritish bo'yicha ko'p bora harakat qilganlar. Hatto bu borada sudning qarori ham chiqqan, ammo natija samara bermagan. So'nggi urinish esa ayanchli yakun topdi. Er ustiga o'g'rinchi xotin olgan, shu yerdan Axchadan oldi. Ko'ra bila turib, berdi shu yerdan qizni. Shar'iy nikoh qilgan, mo'g'chehra keyin ikkita bolam yetim qoladi deb Chirchiqda vaqtinchalik ijarada turardi. Shodan yig'lab kelib, siqilib, uyda janjal ko'tarib 102 chaqirdik. Uchastkavoylar kelgan odam 30-40 ta kirgizadigan. 40 ta odam ularni himoya qilar, ikkita bolasimdan men panta qoldim. Har bir inson bosgan noto'g'ri qadami, qilgan nojo'ya xatti-harakatlari uchun qonun oldida javob berishga mahkum. 2 farzand onasining hayotdan bevaqt ko'z yumishiga sabab bo'lgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur holat yuzasidan Chust tuman prokuraturasi tomonidan 2025-yilning 7-oktyabr kuni ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, u Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Jinoyatga jazo muqarrar, biroq jamiyatda yana bir oilaning parokandalikka yuz tutgani, bolalar yetim qolib, ona diydori, ota mehridan mahrum bo'lgani achinarli. Bu esa har birimizni yana bir bor ogohlikka chaqiradi.